Biz bilan manziliga kechikib kelganlarni mana bunday qilib siylaymiz mana. Maza qilib o'tirib, nonushtaga choylarni ichib o'tirishdi mana. Choy bo'lib ketdimi deylik. Choylarga qarab turib. O'quvchilarni. Hozir nonushtani qilib olsa, xudo xolasa sekin-sekin birga yo'lga chiqamiz. Manzilimiz mana shu tepalik bo'ylab asta-sekin. O'sha orqada bitta qoya ko'rinyapti. Ana shu qoyaning tagiga nasib qilsa borib kelamiz, agar ob-havo yaxshi bo'lib turadigan bo'lsa kechgacha. Sayohatdan asosiy maqsadimiz yurish bo'lgani uchun mana bu havoga qaramasdan bolalar mana yo'lga tushishdi. Sekin asta harakatdamiz. Atrofni go'zalligini tomosha qilib, eslashib, suhbatlashib degandek sekin ketib borilyapti. Havo bugun biroz bulutli. Yomg'irsiz hozircha. O'qishyapti oyim. Yerga tushdim. Sayohat yilgilari metroda musofirda hamma. Uyda 7 qadam chiqsa musofirlik. Birdan tushunadi-ki. Ormaylar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zbek ekan. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Yurishda davom etyapmiz. Hozir endi sekingina boshqalarga ham manfaatli bo'lishi uchun savol-javob qilamiz. Ya'ni bolalardan so'raymiz, nima uchun Germaniya? Germaniyani ularga yoqqan tomonlardan nimalarni ayta olishadi? Elbek, har doimgidek birinchida kelyapsiz. Qanchadan beri Germaniyada yashaysiz? 16-17 yildan beri. 16-17 yildan beri. Germaniyani sizga yoqqan tomonlari. Bittasini aytingchi? Bittasimi? Ha. Shu yoqqan tomonlari ko'p. Bir tomoni masalan, mana bunday sayohatlarga chiqsak yoki veliklarda turlar qilsak, o'sha qatnashuvchilar hammasi bir-biriga hurmati bilan yo'l berish, salomlashib o'tish, yordam berish, o'sha narsalar juda yaxshi. Katta rahmat. Katta rahmat. Qolganlardan so'rab ko'raman. Shuhrat, Germaniyaning yoqqan tomonlaridan bittasini ayting sizga. Germaniyaning yoqqan tomonlari ob-havosi yoqadi, shaxsan menga. Tabiati zo'r. Ob-havolari qishi sovuq bo'lmaydi. Yozlari uncha issiq bo'lmaydi. Yashillik, tabiat juda ham ko'p. Maza qiladi. Katta rahmat. Davron aka. Sizga nima yoqadi Germaniyada? Germaniyada insonlar tabiatga bo'lgan munosabati, tabiat asrashi, shu bir madaniyat deb bo'ladigan bo'lsa, shuni farzandlariga singdirish ham yoqadi. Farzandlariga yoshlikdan shu yayov yurishni, tabiatga bo'lgan muhabbatni singdirish harakat qilishadi. Katta rahmat. Bahodir mana joylashdi intervyu uchun. Bahodir, sizga Germaniyadan nima yoqadi? Germaniyada yoqadigan taraflari ko'p. Bir ikkitasini sanab o'tish mumkin. Vaqt qadriga yetish, ya'ni tungi payt yoqadi. Vaqtni yaxshi taqsimlay oladi. Biz ham shunga o'rganyapmiz hali ham. Uddalyapmiz deb o'ylayman. Shu qolganlarni boshqalar aytar. Katta rahmat. Sog' bo'ling. Kim so'rayapti o'zi ko'lni? Mana ko'lcha. Endi suv to'planadi-da, to'plansa yoqsa. Yog'masa qatdan to'planadi. Ko'lmak bor ekan bu yerda. Demak, qorlar erib to'planadigan joy.
yo'limizda. Uni ko'rib sekin-asta yuqorilab boraveramiz. Mana bu yer mana bolalar uchun juda ham chiroyli imkoniyat ekan. O'yingoh yaratilgan ekan tog'ni qo'ynida. Suv endi yozda kelsa kerak, bolalar kelsa. Ishga tushishi bilan. Juda ham chiroyli ishlanibdi. Mana orqada hozir Bluetooth pulti, katta qoya bor. Yonimizda gondol bor ekan, ya'ni kanatga. 1840 metr balandlikda turibmiz ekan hozir. ...2015 metr balandlikda. Xotirjam o'zini Mazza qilib mana dam olib o'tiribmiz. 2 kishi qolgan edi intervyu bermagan. Shulardan biri Yahyobek. Assalomu alaykum. Germaniyani nimasi yoqadi degan savol berilgan edi. Yaxshi savol ekan. Xo'p. Nafaqat menga, balki hammaga yoqadigan narsasi shu Yevrosi yoqadi. Güzel. Eksklyuziv javob bo'ldi. Mana gondollar bor ekan. Kanatkalar shu yergacha kelib chiqadi. Hozir yana bir vaqtimiz bemalol bo'lgani uchun ko'ramiz, qani yuqoriga chiqishning imkoni bormi? Yo'l bo'lsa yana 1,5 soatlar ko'tarilishga harakat qilamiz. Ozgina tamaddi qilganimizdan so'ng mana yana yo'lga chiqdik. Ana ekanda bu bunaqa. Shuncha omildi. Bunaqa qistirlarga. Orqamizda mana bunday kattagina qoya bor ekan. Shu tog' ustiga ham mana cherkov qurganmi? Nima bo'ldi? Osmon to'la bulut. 2200 metrlar yuqorida mana cherkov qurilgan ekan. Uning yonida mehmonxona bo'lsa kerak, lekin bu yerda hech kim yo'q. Xohlamay kelayotganingiz bilinyapti lekin. Yo, navbat men bilan turg'izdim. Yo, o'zi bizni an'anam biznik degandim-da. Biladi. Ha, to'rton qolakimi? Qaytib boraveraylik bu. Mana chiroyli narsani tomosha qilsalar ham bo'lmaydimi? Bolalar mana yuringlar tepaga ozgina. Xo'p, mana nihoyat oxirgi savolimizga javob beradigan kishi Sanjarbek. Germaniyani nimasi yoqadi sizga, Sanjarbek? Germaniyani Opel'deki firma ne oladi? Opel'deki firma. Jamoat transporti. Ha, jamoat transporti. Mana nemis bo'lib ketganidan jamoat transportlari. Jamoat transportlari yoqadi menga. Nimasi? Kech keladi-ku ular. Yo'q, ayniqsa avtobus desamda. Yo'q, baribir harakat qiladi. Nima? O'z vaqtida kelishga, hattoki ayrim qishloq joylarda aholi
kam yashaydigan joylarda bir kunda 2-3 ta liniya qo'yilgan taqdirda ham u yerda zamel taksi degan nimalar bor. Aholi u yerga chiqib ostanovkalarda telefon qilsa, o'sha firma alohida o'sha bir kishi uchun bo'lsa ham nimasini yuboradi, Transportini yuboradi. Aynan katta avtobus emas, lekin minibuslarda yuboradi. Bir kishi uchun bo'lsa ham yuboradi. O'sha tomonlari yoqadi. Mana bitta fikrda aytdingiz. Xudo xolasa O'zbekistonda ham kelajakda, yaqin kunlarda mana shunday imkoniyatlar yaratilishini kutib qolamiz. Nasib Xudo xolasa mana rivojlanish juda yaxshi ketyapti hozir. Juda chiroyli. Mana hozir anchagina yuqoriladik. Mana bunaqa butasimon o'simliklar bor ekan. Daraxtchalar, ularni oralab kelyapmiz. Hozircha 3 kishimiz. Ko'tarilish yaxshigina bildiryapti. Kattagina bir qoya bor ekan. Shu qoyani hech bo'lmasam oldigacha boraylik deb ketyapmiz. Mana qoya. Yuqorida. Xo'sh, ozgina charchatyapti. Lekin harakat qilamiz. Jon chekmasin, jonona qayda? Ozgina qopdi. Qiyin bo'lsa ham yuramiz endi. Qaysi tomonga o'tish kerak? Ana qoya. Kulminatsion nuqtalarga keldik. Juda ham chiroyli qoyalardan o'tib boryapmiz. Sekin ehtiyot bo'lib chiqaverasizlar. Mana bu qoya juda chiroyli ekan. Ustiga chiqsa bo'ladimi? Qiyin. Biz bilan yetib kelmaganlar uchun eksklyuziv videolamalar. Kesalari mana bunaqa betakror tabiat mo'jizasini guvohi bo'lardilaring. Qoyalar orasida, haybatlar orasida oyoqlar dir-dir titrayapti. Akamlar pastda. Ukamjonim bilan. Oh. Altabadia pastda. Necha metrlar ko'tarildi deysizlar? Bir 2300-2400 lar bo'lsa kerak a? Yoki ko'proq. Chunki boya Zayn nuni ol. Ya'ni nimaga kirganda keldi. Sizlarga kattakon rahmat. Bu ilon yo'llarda edi. Sizlarga kattakon rahmat. Hop deb kelayotganlari uchun. Mana shu oraliqda nima bor ekan deb qiziqdim-da. Ha? Toshni ustiga chiqib keladi. Aka chiqaveramiz. Mana tosh ustiga. Menga farqi yo'q. Qarang orqani. Mana o toshning yonida turdik hozir, qarang. Ustida edik. Hech narsa bo'lmay qoldi. Aha, mana bu yerda mana ajoyib bir qoyalar bor ekan. Xudoning qudrati mana. Toshlar yorilib alohida qolgan. Haykallarga o'xshaydi o'rnatib qo'yilgan. O'zlari qiziqib qolib, meni tashlab ketishdi mana, o'zlari qiziqib qolib. To'xtanglar, meni ham kutinglar endi. Qani?
Bir ko'raylikchi. Nima bor ekan o'zi bu yerda bolalar? Voy da. Hadi git, hadi bir pas. Oo. Mana bu olamning go'zalligini. Qarang. Ha, to'shq chiroyligini qarang. Ehtiyot bo'lasiz yo'qda. Qarang. Oo, mana bu bitta. Qoyatoshlarni tomosha qilib, mana endi sekin asta qaytyapmiz. Yigitlar ham pastda kutib qolishdi shekilli. Bugungi kundan yana rozimiz. Bugungi kun juda ham chiroyli bo'ldi. Ob-havo ham yomg'ir yog'masdan xuddi maza qilinglar oxirgi kunda degandek juda ham bir chiroyli havo bo'ldi. Hammaga xayrli kun. Keyingi sayohatlarda uchrashguncha. Kechga ko'rishamiz hali. Kechga ko'rishar ekanmiz. Kechga ko'rishar ekanmiz. Dasturxon ustida taassurotlar bilan bo'lishamiz, xudo xolasa. Maslahatlar, tavsiyalar degandek. Mana mashinaga ham yaqin qoldik. Aylanib kelishga erinib, o'zini qiynab, chopqillab ketishyapti mana. Qani kim yugurib tusholar ekan? Yuguringlar qani? Qani aka bugungi sayohat? Zo'r gap yo'q bo'ldi. Mazzadan oldin Yurdik. ishlarni, stresslarni unutib. Ha. Stressdan. İzolyasiya. Bugungi sayohatimiz tugab qoldi. Astroq gapiriyor, ovoz eshitiladimi yo'qmi? Endi hammadan so'ragan savolingizni o'zingizdan so'raymiz aka. Nima? Birinchi taassurotlaringizni ayting. Bugungi kuningiz qanday o'tdi? Mana shuni bitta ko'rsating oldin. Mana aka. Menimcha hammaga yoqqan bo'lsa, menga ham juda zo'r yoqdi. Bugungi taassurot endi biz ana tepaga chiqdik. O'shanda pasrog'ida qoyalar bor ekan. O'sha qoyalarning ustidan chiroyli videolar qildik. Bu atrofda 360 gradus vinkelda tomosha qildik, ko'rdik. Tog'larning ustini endi. Faqat tog'-ku, shu o't-o'lan daraxtlarda endi deyish mumkin, lekin u yerda ruhiyati boshqacha. Qoyalar shunaqangi kattaki, erta siz mittigina nuqta bo'lib qolasizda, keyin kimligingizni eslaysiz. Undan tashqari erta boshqacha ovozlar eshitiladi va qoyalarning ichidan, shamolda, ana o'sha narsalarni tuydik o'zimizda, his qildik, maza qildik. Italyanlar shunaqa. Italyan tarifi tushunarli. Kun savoli nima edi? Germaniyada sizga nima yoqadi? Germaniyaning nimasi yoqadi? Germaniyada yoqadigan narsa hammalaring bitta-bittadan deb so'raganim uchun bitta-bittadan aytib bo'ldilaring-ku endi. Tuzamni qilsangiz ham bo'ladi. Xo'p, tuzamni taqsim qilib aytadigan bo'lsam, shu menga eng ko'p
yoqadigan narsasi, menga eng ko'p yoqadigan narsasi ish vaqti. Ish vaqti rejimli. Ertalab masalan soat 8:30 da ishingni boshlaysan, soat 5 da tugatasan, undan keyin oilangni bag'riga borasan. Infrastruktura juda ham yaxshi bo'lgani uchun bozorligingni qilasan, ishlaringni vaqtida bajarasan. Tartibli hamma narsa. Ana shu tartibli hayot menga juda ham yoqadi va mana shu narsani o'zimga singdirishga ko'p yillardan beri harakat qilganman. Xudoga shukr, ko'p hollarda juda ham asqotib yaragan bu narsa, ya'ni tartibli bo'lish. Mana shuni natijasida mana bu yoqlarga kelishimiz ham ana shuni bir mahsulida. Tartiblimiz. Mana bo'sh vaqt bo'ldi, rejalashtirdik. Xudo xolasa bugun mana shanba oxirgi kunimiz. Ertaga yana uyga, farzandlar, oilani bag'riga taassurotlarda bo'lishamiz ular bilan. Ana undan keyin yana ish rejimiga o'tamiz. Yaxshidan mehnatga hamdam. Haftada 5 kun ish. Shanba, yakshanba kunlari endi bolalarni bir ko'nglini olishni harakatida bo'lamiz. Baraka toping. Sog' bo'ling aka. Sog' bo'linglar sizlar ham. Rasm olasizmi bitta? Esdalik uchun hammamiz. Ya, modus, bohanenda modus tugadi-da. Uyga vas falan kullanmi? Ey, rasmni buzgach, turing siz ham. Bo'ldi aka gap. To'ka rasmda asabni ham biz. Jenfining chiqar. Nimani buzdi boya? Erta poyezdga asamiz biz.